Assalomu alaykum Qirg'iz birodarlar. Mana bu videolarda ko'rdim. Sizlar xafa bo'libsizlar. O'sha yerga shuni chaqirgandan ko'ra bitta itni chaqirib, oldiga suyak tashab qo'ysangiz, sizdan minnatdor bo'lib ketardi sizlardan. O'zingizlar ham adashibsizlar-da, shularni chaqirasizlarmi? Lekin berga hali nima deb qo'yadi? Priz deb qo'yadi narsalar. O'shani noto'g'ri beribsizlar. U itga bitta zanjir hali namortni dedi, og'ziga tutib qo'yadi it og'ziga. O'shani bersanglar, o'shanga loppaloy bo'lardi. Bundan keyin chaqirmaysizlar uni. Iloji bo'ladigan bo'lsa, hozir o'sha O'zbekistonga, o'sha odamga telefon qilib blogerga aytinglar. Haligi senga bergan narsamizni qaytarib ber. Mana senga, mana u zanjir sen itga bo'yningdan bayladi. Mana u yana ko'p vovullab yubormagin degan, mana namortni deb og'ziga shu tutadiganni berib yuborsanglar, unga juda yaxshi javob bo'lardi. Bu men o'zbekcha gapirdim, tushuna olsalar kerak. Agar odam tushungisi kelsa, o'rischa gapirganda ham o'rischani bilmaydigan odam shu. Men o'ylayman tushundinglar deyman. Unaqaga ahamiyat bermaylar. Bu itlar huraveradi, karvon o'taveradi degan. Biz o'zbek, qirg'iz, tojik, faqat o'zbek, qirg'izlar emas, tojik, turkman, jami 57 ta musulmon davlati bor. Shular hammamiz birlashishimiz kerak. Birlashib shu dushmanga qarshi, mana bu dushmanlarimizga qarshi kurashib g'olib bo'lishimiz kerak. Bizni birlashmasligimiz uchun kuchimiz yo'q. Shuning uchun mana butun dunyoda musulmonni gap o'tmayapti. Falastinda mana necha ming nimani musulmonni qirdi 50 mingga yaqinda. Har kuni to'xtovsiz yana 100 ga yaqin odamni o'ldiryapti. Har soatda bittadan bola o'lib turibdi ekan. Shunga biz musulmonlar javob bera olmayapmiz. Mana bitta yahudiyni 3 ta o'zbek o'ldirib qo'ygan ekan, shu to'g'risida butun dunyo shov-shuv bo'lib ketdi. Mirziyoyev prezident kechirim so'radi. Shunday ahvol. Shuning uchun biz birlashadigan bo'lsak, butun dunyoga xo'jayin bo'lamiz. Shuni bizni birlashtirmaslik uchun oramizga chegara qo'ygan. Oramizda shunaqa eplab mana bu fitna chiqarib bir-birimizga yomon ko'rsatishga harakat qilib turibdi. Shuni yengib o'taylik, birlashaylik. Xudo xohlasa, mana avval birga yashadik. Yana shundaqa birga yashaydigan davrimiz keladi. Lekin unda haligi kapitalist emas, o'zimizning musulmon davlatimiz bo'ladi. Bizda millat bir-birini ajratmasdan biz musulmonlarmiz deb birga shu davlatda tinch omon yashaymiz. Hozirgi mahalda mana Qirg'izistonda tabligh bor. Bu tabligh ilgari mana bu O'rta Osiyodagi O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'istonda hammasida bordi. Shu nimalar boshimizda tuzumlar ularni yopib tashadi. O'sha mahalda qirg'izlar, o'zbeklar birgalashib da'vat qilardik. Birga O'zbekistonga borardik, ular O'zbekistondan kelishardi. Shu mana bu nima O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston diktatura bo'lgani uchun mana shu nimani yo'q tashadi nima tablighda. Ularni turmalarga qamab, qiynab o'ldirishdi. Allohga shukr, mana Qirg'izistonda shu tabligh qoldi. Shuning uchun mana din rivojlanyapti. Odamlar haqiqatda aytayapti. Albatta men maqtamayman shunaqa Qirg'izistonda. Biz islom dini bilan yashashimiz kerak. Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilishimiz kerak. Shunda oramizda shunaqa ifloslar chiqmaydi. O'sha bunaqa ifloslar bu mahalda dumini qisib bir chekada turgan bo'ladi. Endi sizlarga aytadigan gapim, shu bir qanjiqni gapini boshqa chiqarmasanglar, hozir mana yana boshqa videolar ham chiqib ketibdi. Shu bilan buni to'xtataylik. Nimaga deganda, ular endi shu qanjiqni deb endi bir-birimizni nima qilmaylik endi. Bu o'zbek deb deyapti. Endi har millatning ichida shunaqa ahmoqlar chiqar ekan. Buni tushunaylik. Men gapim endi og'irib ketgan bo'lsa, nima to'g'ri tushunib qo'yasizlar. Biz musulmonmiz. Eng muhim musulmonlar, ular aka-uka, birodarlar. Birodarimiz, birodarlikka qolishimizga harakat qilaylik.